erkak kishini yo'qchilik bilan sinamasin ekan. Adajon, nima qilib o'tiribsiz? Ha qizim. Ko'chaga endi ish qidirgan chiqib ketmoqchi edim. Adajon, meni ham olib keting. Seni ham bog'cha pulingni to'lamayotganimga qizim, uyda bo'lib qolding-a. Yuraqa bo'pti, birga aylantirib kelaman. Yes! Qizim, yur ketdim, hatto so'rab ko'ramiz. Yuraqa. Aka nima ish bo'lsa ham qilaman. Men bor uzr aka, kecha ishchi oluvdik. Rahmat. Aka bo'sh ish o'rningda bo'lsa ish so'rab keluvdim. Aka, ishchilarimiz yetarli, men bor uzr. Xo'p, uzr. Aka sizlar ish yo'qmidi? Aka, men bor uzr. Shu kichkina joyda o'zimiz 3 kishi ishlaymiz. Tushundim. Rahmat aka. Adajon, shunaqa har kun ish qidirib qiynalasizmi? Yo'q qizim, bugun shunaqa bo'lib qoldi. Ha, yuraqa uyga. Adajon. Xo'p qizim. Voy, men restoran zo'rligini yeying, shu taraf so'rab ko'ringlar. Qizim, bular ham yo'q deysiz-chi? Bitta so'rab ko'ringlar, qornim ochib ketdi. Xo'p, yuraqa. Aka ish so'rab keluvdim. Nima ish bo'lsa ham qilaman. Ish bor-ku, lekin sizga to'g'ri kelmaydi. Iltimos, faqat yo'q demang. Ha, tushunarli. Ichkariga kiravering, nima ishligini ko'rsatishadi. Xo'p bo'ladi. Qizim, sen o'tirib tur, men hozir chiqaman. Yurak bag'ri yara qo'zim, qara ko'zim. Yosh boshing alam qarib. Adajon, nima qilasiz? Qizim, senga o'tirib tur dedim-ku. Bor chiqib o'tirib tur, hozir chiqaman.